Umr kitobi, umr daftari degan gaplar bor. Shuni shoirlar, yozuvchilar shunchaki o'ylab topgan chiroyli ibora emasdir menimcha. Menimcha haqiqatan ham har bitta odam u kim bo'lishidan qat'iy nazar yoki qancha umr ko'rishidan qat'iy nazar umr kitobi bo'lsa kerak. Va bu kitobni debochasini boshlanish qismini Allohning o'zi yozadi. Hali odam tug'ilmasdan turib. Buni otini taqdiri azal deymizmi, peshonasiga bitgani deymizmi? Masalan, qancha umr ko'rishi yoki hayotda qanaqa burilishlar bo'lishi avvalo bu yoqqa bog'liq. Lekin inson ongli hayot kechira boshlaydi-ku ma'lum yoshdan keyin. Kitobning o'sha asosiy qismini o'zi yozadi. Har kuni yozib boradi. Yaxshi amali bilan ham, yomon amali bilan. Umr tugagan kuni kitob yopiladi. Lekin kitobni xulosasini baribir yana Tangrining o'zi chiqaradi.